Yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan niyati. Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak, bugun ikkita variant qilamiz. Bu kartalarimiz bizda birinchi variant, bu kartalarimiz esa bizda ikkinchi variant. Ko'nglingizga demak ma'qul kelayotgan, yoqayotgan kolodani tanlang va biz demak ko'rib olamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan rejalari qanaqa? Kelinglar, ko'pchilik demak aqlimdagi insonim deb gapiradi. Iltimos, mani demak profilimda aqlimdagi deb gapirmaylik. Yaxshi ko'rgan insoningiz, qalbingizdagi insoningiz, yuragingizdagi insoningiz. Sizni aqlingizda magazinchi ham bo'lishi mumkin, qo'ni-qo'shni ham bo'lishi mumkin, ishxonangizdagi inson ham bo'lishi mumkin, konduktor ham bo'lishi mumkin. Miyamiz juda ham ko'p informatsiyani ishlab chiqaradi. Bu yerda o'shaning uchun qalbimiz bitta. Qalbimizda demak bitta inson bo'ladi. O'shaning uchun qalbimdagi insonim, yaxshi ko'rgan insonim, yuragimdagi insonim deb gaplashaylik. Ko'p tarmoqlarda mana shu aqlimdagi bo'lib ketgan. Tushunmaganman-da, как можно так? O'shaning uchun iloji boricha mana shunaqa deb men endi sizlarga mana shu narsa tushunchaga mana shu holat, mana shunaqa etilinish sizlarni tushunchangizdda bor bo'lgani uchun ham men ham ko'p demak aqlingizdagi deb video qilardim. Bu yog'iga endi meni taniydiganlar qalbimizdagi deb insonimiz deb gaplashsak yaxshiroq bo'ladi. Demak, qalbingizdagi insoningizni sizga bo'lgan rejalarini ko'rib olamiz. Sizlar bilan hop rohbataru. Mani bitta nima bilan adashtirmanglar, iltimos. Bittasi bilan adashtirib bir ikkita yozib keladigan jinnilar bor. O'shaning uchun kimni kuzatayotganinglarni bilinglar, iltimos. Men Andijon Shevada gapirmayman. Cho'ngmagan cho'ng'oldi. Xo'p, demak, birinchi variantni tanlaganlar ko'rib olamiz. Qalbingizdagi insoningizni, siz to'g'ringizdagi o'y-xayollari. Karta Diyavol. Bu bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, qanaqa chiroyli karta, qarang. O'y-xayollarda sizga juda ham bog'lanib qolganini ko'ryapmiz. Demak, sizga bo'lgan tuyg'ulari. Vayron. Qalbim vayron. Xo'p. Sizga demak o'rtangizdagi holat, qalbingizdagi insoningiz bilan o'rtangizdagi holat hozirda. Demak, sizga bo'lgan niyati va insonni. Ajoyibmi bu? Sevgan insoninglar. Xo'p, demak boshlaymiz. Bu yerda nimani ko'ryapmiz? Siz to'g'ringizdagi o'y-xayollari. Karta Diyavol. Bu karta bizda demak qaramli kartasi hisoblanadi. Bu karta bizda ehtiros hisoblanadi. O'y-xayollarida o'ylayman, lekin hech nima qila olmayman. Senga erisha olmayman, men senga epsiz bog'langanman. Demak, mana shunaqa o'ylovlarda ekanligini, demak, siz to'g'ringizda o'ylaganida, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda diavolimiz qiz bola obrazida tasvirlangan. Bu ko'ryapsizmi? Nima desam ekan, juda ham chiroyli tasvirlangan bu kartamizda. Demak, o'y-xayollarda ko'rishimiz mumkin sizni mana shunaqa birovga bo'yin egmas, o'zini xarakteriga ega, damingni beraman degan o'ylovlarda o'ylashini ko'ryapmiz. Bu yerda o'y-xayollarda borsiz, juda ham bu inson sizga o'y-xayollarda bog'lanib qolganini ko'ryapmiz. O'ylaganida и одновременно jahli chiqadi, и одновременно sog'inadi, и одновременно demak nima desam ekan, sizni bo'ysundirgisi keladi-da. Bu yerda juda ham burni, juda ham demak kuchli emotsiyalar joylangan bu kartamizda. Mana shunaqa и одновременно sizga erishishlik istagi, и одновременно sizdan alamini olish istagi, mana shunaqa qandaydir bir o'y-xayollarda ekanligini ko'ryapmiz. Sizga bo'lgan tuyg'ulari karta bashня, qalbini vayron qilgansiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bashnamiz bizda demak uyimizni chaqmoq chaqib tushirib yuborayotganini ko'ryapmiz. Mana odamchalar demak bu yerda uchib tushyapti.
Bu karta bizda tuyg'ularga tushganda nima deydi? "Я тебя люблю, не могу" deydi rus tilida. Mana shunaqa fraza bor. "Men seni yaxshi ko'raman va men hech nima qila olmayman." Demak, bu starshий arkan karta. Diavolimiz ham, karta bashnamiz ham bu starshий arkan hisoblanadi. 4 ta kartadan 2 ta kartamiz starshий arkan bo'lgani uchun, demak, men ayta olamanki, bu munosabatlar juda ham nima desam ekan, juda ham qiziq munosabatlar. Bu yerda insonlar olov munosabatlarda, to bugun sevaman, to ertaga bilmayman bir nima qilib qo'yaman seni. Mana shunaqa, demak, muhabbat tasvirlangan bu yerda. Mana tuyg'ularda ko'rishimiz mumkin. Yaxshi ko'rishlik, sensiz bo'lmaslik, sana demak, qalbimni vayron qilib ketding. Mana shunaqa holatda ekanligini ko'ryapmiz. Qalbini, demak, bu insonni sindirgansiz. Tuyg'ularda, demak, g'azab, rashk, bu bizni rashk kartamiz ham hisoblanadi. Demak, rashk, yonishlik, qalbi sinishlik tuyg'ularda ekanligini ko'ryapmiz. Endi bu yerda o'rtangizdagi munosabatni bo'ladigan bo'lsak, o'rtangizdagi munosabatda ritsar chash tushyapti. Nima bu yerda lekin tugagan munosabat ko'rmayapman men. Chunki o'rtangizdagi munosabat deganimda mana shunaqa, demak, vayronagarchilik, mana shunaqa, demak, tuyg'ulari sinishlik, ya'ni nima desam ekan, qalbini sinishlik holati bo'lgani bilan, lekin bu yerda tugagan munosabatni ko'rmayapman. Ritsar chash bizda iliqlik, bizda muhabbat kartamiz hisoblanadi. Demak, o'rtangizda o'sha tugagan munosabat deb ayta olmayman. Pauzadagi munosabatni men bu yerda ko'rmayapman, yo'q. Bu yerda o'sha insonlar bir-birini shunga qaramasdan yaxshi ko'rishda davom etayotganini ko'ryapmiz. Xo'p, endi sizga bo'lgan rejalari. Sizga bo'lgan rejalarni sizni demak, sizni qo'yib yubormaslik. Mana четверка pentakl kartamiz. Bizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yigitimiz monetalarini juda ham qattiq himoya qilib turganini ko'ryapmiz. Bu yerda sizga bo'lgan rejalarda, demak, sizni hech kimga qo'yib yubormaslik, hech kimga berib qo'ymaslik rejasida ekanligini, rashk qilish rejasida ekanligini ko'ryapmiz. Xo'p, demak, ikkinchi variantni tanlaganlar, davom etamiz. Ikkinchi variant mana bu kartalarimiz edi. Xo'p, demak, videolarim sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, iltimos podelиться, like, kommentariy yozib nima qilib ketinglar, chunki baribir nima desam ekan, shuncha mehnatni qandaydir bir, demak, reaksiyalarni ko'rishim kerak. Bu men uchun, demak, videoimni ko'tarilishiga yordam beradi, bu menga motivatsiya bo'ladi. To, что, demak, bekorga harakat qilmayotganim uchun. Mana shunday nima desam ekan, minnatdorchiliginglarni bildirsanglar bo'ladi. Men sizlardan pul so'ramayman, yo'q. Nima desam ekan, videoim qancha ko'p ko'rilsa shuncha, demak, pul to'lanadi degan narsa yo'q menda. Shunchaki, demak, sizlarning reaksiyalarni bilish, nima desam ekan, bitta narsani quvursangiz, hech qanaqa, demak, narsadan foyda ko'rmasangiz, qilgingiz kelmay qoladi. Shu sababli men, demak, agar ma'qul kelayotgan bo'lsa, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar faqat mana shu, men uchun. Demak, ikkinchi variantni tanlaganlarni ko'rib olamiz. Bu yerda qalbingizdagi insonni, siz to'ringizdagi o'ylari, qalbingizdagi insonni, sizga bo'lgan tuyg'ulari nima bilan bog'liq bu? Xo'p, qalbingizdagi insonni bilan o'rtangizdagi hozirgi munosabat. Demak, uni sizga bo'lgan niyat. Tushunarli. Bu ko'pchilik erini o'ylagan. Bu pozitsiyada, bu variantda, ikkinchi variantda ko'pchilik o'sha nikohidagi deymizmi? Chunki siz to'ringizdagi o'y xayollari deganimizda karta imperator tushyapti. Imperatorimiz bizda, demak, turmush o'rtog'imizni ko'rsatadigan karta hisoblanadi. O'y xayollarida karta imperator tushayotgan bo'lsa, demak, ko'rishimiz mumkin.
Bu yerda demak stabilniy ketayotgan munosabatni ko'rsatadi, ya'niki bir xillikda ketayotgan. Sizni o'sha inson demak sizga qadrli ekanligini, sizga qadrli ekanligini, sizni hayotingizda judayam katta o'ringa ega ekanligini biladi. Ya'niki bu yerda siz to'g'ringizdagi o'y-xayollari deganimizda sizga erlik qilish, mana shunaqa demak hayotingizda ustun bo'lish, ya'niki imperator, bu qirollar to'rtta, imperatorimiz bitta. Demak, sizni mana shunaqa yagona insoningiz bo'lishi to'g'risida o'ylayotganini biz ko'ryapmiz. Sizga bo'lgan tuyg'ular, bu yerda shikarniy tuyg'ular, bu yerda prям ikkita starshий arkan. O'y-xayollarda ham starshий arkan, tuyg'ularda ham starshий arkan. Bu inson sizni 100% yaxshi ko'radi deb ayta olaman. Chunki nima uchun? Tuyg'ulari karta Mir, bu mana ko'rayotgan bo'lsangiz, dunyo kartasi hisoblanadi. Bu yerda mana tuyg'ularda deymizmi, ildizimiz o'tib ketganini, daraxtimiz demak bizda mana shu ildizlar ham tasvirlangan bu kartamizda ko'rayotgan bo'lsangiz. Ya'niki siz uni qalbida mana shunaqa kurtak otgansiz deb bemalol ayta olaman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda juda ham bittagina qiz tasvirlangan. Bu demak tuyg'ulari deganimizda bitta sizga tushyapti bu kartamiz, demak o'sha tuyg'ularda bitta siz ekanligingizni ko'ryapmiz. Nima bilan bog'liq deb ko'rib oldim? Karta Solnце bizda demak juda ham yorug', nurli tuyg'ularni ko'rsatadi. Demak, ko'rishimiz mumkin sizga bo'lgan tuyg'ulari juda ham yorug', shaffof tuyg'ularda ekanligini bemalol ayta olaman. Bu inson hech qanday bir sizga nisbatan yomonligini, yomon o'y-xayolda, yomon nimalar umuman ko'rganim yo'q. Bu yerda ko'pchilik o'sha erini o'ylagan. Eringiz prям sevadi. Nima uchun siz fol ko'rib o'tiribsiz, bilmadim. Bu yerda chunki sevishiga hech qanaqa shubha yo'q. Xo'p, endi bu yerda o'rtangizdagi munosabat deb ko'rib olyapman. Koroleva Pentakl kartamiz tushyapti. Koroleva Pentakl bizda rafiqani ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Rafiqa bo'lmasangizda, demak, jiddiy munosabatlardagi qizimizga tushadigan karta hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin sizni mana shunaqa hayotida jiddiy o'ringa ega ayol sifatida ko'rishni ko'ryapmiz. Bu yerda hozir munosabatlarda siz bosh rolda bo'lishingiz mumkin. Qandaydir bir aytaylik munosabatlarni ustida ishlashlik, munosabatlarni qandaydir bir yo'lga qo'yishlik holati hozirda ko'proq sizda ekanligini ko'ryapmiz. Endi sizga bo'lgan rejalar. Pash Pentakl kartamiz tasvirlangan. Pash Pentakl bizda ko'pincha mana bolakay tasvirlangan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, agar er-xotin bo'ladigan bo'lsangiz, demak Pash Pentaklimiz bizda o'g'ilni ko'rsatadi. Sizga bo'lgan rejalarda demak o'g'il farzand tug'ib berishingiz xohlaydi. Rejalari, niyatlarida demak mana shunaqa farzandli bo'lishlik ekanligini ko'ryapmiz. Chunki bu yerda ham karta Solnце, karta Mir bizda demak yangi farzandni dunyoga kelishini ko'rsatadi. Demak, niyatida siz bilan o'sha farzand ko'rishlik ekanligini ko'ryapmiz. Farzand bu yerda hali rejasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, Pash Pentaklimiz bizda demak kichik bir sovg'ani ko'rsatadi. Ya'niki qandaydir bir kompliment, aytaylik buket deymizmi, kichkinagina bir deymiz. Kichkina o'zi degan narsa yo'q, kichkina katta sovg'a degan narsa yo'q. Qandaydir bir sizni demak xursand qilib, sizga nimadir ilinish niyatida ekanligini ko'ryapmiz. Bu yerda o'sha qisman bo'lsa-da, nima desam ekan, pul. Chunki pentakliy kartalar bizga materialnistga javob beradigan kartalar hisoblanadi. Pul deymizmi yoki demak kichkina qanaqadir bir sovg'acha yoki o'sha siz tomonga qadam tashlashlik, ya'niki uchrashuvga chaqirishlik, qayerdadir o'tirishlik, qandaydir bir harakat qilishlik, rejasida siz tomonga qandaydir bir harakat qilishlik ekanligini ko'ryapmiz. Oilalilarda bu o'zi ikkinchi variantni ko'pchilik oilalilar tanlashgan. Oilalilarda rejasida demak o'g'il farzandni dunyoga keltirish, paydo qilish. Xo'p, sizlar bilan demak ro'yxatlar bo'ldi. Boyaga aytib o'tganimdek, videolarim yoqayotgan bo'lsa, iltimos, demak, mana like, podpiska, kommentariyalar yozib, demak, podдержка qilayotgan bo'lasiz. Yana qaysi mavzularga ko'rishni xohlaysizlar, bemalol kommentariyada ko'rsatinglar.